shaxsiy xatlardan, ya'ni norasmiy xatlardan ikkinchisi risalatu ila sodiqin fi baladin akhara. Ya'ni boshqa shahardagi fi baladin akhar, boshqa shahardagi do'stga xat. Azizi Xolid, azizim Xolid. Tahiyyatun tayyibatun va ba'd. Ya'ni pok salomlar bo'lsin. Va undan keyin aktubu ilayka yoki pok salomlardan keyin aktubu ilayka va ana aftaqiduka kathiran. Faqad badat shuhurun tawilatun mundu an iftaraqna wa safarta ila Kanada lidirasati. Aktubu ilayka va ana aftaqiduka kathiran deb taqvolamiz ekan. Seni yo'qliging ko'p menga bilingan holda yozyapman deyapti. Sening yo'qliging menga ko'p bilingan holda senga yozyapman. Aftaqiduka degani sening yo'qliging bilinyapti degani, ya'ni seni izlab topolmayapman, seni yo'qotib qo'ydim degani o'zi aslida. Seni yo'qotib qo'ydim degani, endi bu yerda sening yo'qliging bilinyapti deb tarjima qilyapmiz. Sening yo'qliging ko'p bilingan holda senga xat yozyapman. Xo'p, sen liddiros oxiridan kelamiz ekan. Chunki fe'l bilan boshlayapti-da. Oxiridan kelsak, o'qish uchun Kanadaga safar qilganingdan va biz ayrilganimizdan, iftaroqni ayrilganimizdan beri uzun shaharlar o'tdi deyapti. Ya'ni bir necha oylar o'tdi demoqchi bo'lyapti. Ya'ni ular bir necha oy demasan, uzun shaharlar deb shunaqa qilib gapirar ekanda. Uzun shaharlar o'tdiki, juda uzun o'tgandek bo'ldi degan ma'noga. رغم أن المسافات بيننا أصبحت بعيدة إلا أن صداقتنا لا تزال قريبة من قلبي كما كانت دائما. إلا أن المسافات بيننا bu ega bo'lyapti. Bitta oramizdagi masofalar uzoq bo'lib qolganiga, asbahat ba'idatan, uzoq bo'lib qolganiga rog'ma, qaramasdan anna sadaqatana shu ega bo'lyapti keyin gapda. Albatta bizning do'stligimiz doimo bo'lgani kabi, kamakanat daiman, doimo bo'lgani kabi qalbimga qoribatan, yaqin bo'lib qoladi. La tazalu qoribatan, yaqin bo'lib qolaveradi deyapti. Yaqin bo'lib qolaveradi. Ya'ni oramizdagi masofalar uzoq bo'lib qolganiga qaramasdan, albatta bizning do'stligimiz doimo bo'lgani kabi qalbimga yaqin bo'lib qolaveradi. A'lamu annaka mashg'ulun fi dirasatikal jami'iyyah, walakinni ashtaqu ila ahadithina va dahkatina allati kanat tamla'u ayyamana. Valakingacha bitta qolamiz. Annaka egasi bo'lyapti. Albatta sen universitetdagi darslaring bilan mashg'ulligingni bilaman. Bilaman. Lekin men deb oxiridan kelamiz. Lekin men kunlarimizni to'ldirgan dohkatina, kulgularimizni va
ahadithina debdi. Suhbatlarimizni ashtaqu ila sog'indim deyapti. Sog'inyapman deyapti. Kayfa tasiru umuruka hunaka. Umuruka nega bo'lyapti? Sening ishlaring u yerda qanday ketyapti? Kayfa tasiru qanday ketyapti? Hal ta'aqlamta tafa'lala vazni tafa'lala oxiri bo'lib tafa'lalta bo'lyapti-da, sen degan shu. Hal ta'aqlamta ma'at taqsil baridi. Sovuq ob-havoga ta'aqlamta degani o'rganib qolding degani. Hal ta'aqlamta ko'nikib qoldingmi? Sovuq ob-havoga ko'nikib qoldingmi? Ko'nikib moslashib qoldingmi deyapti. Va hal vajadta asdiqo'a jududan bo'ladi. Yangi do'stlar topdingmi deyapti. Ana huna bixoyr. Men bu yerda yaxshiman. Va utabi'u dirasati. Va darslarimni davom ettiryapman. Va atazakkaruka daiman. Va seni doimo eslab yuribman. Xususan indama azurul amakin allati kunna nazhabu ilayha saviyan. Xususan birgalikda u yerga biz boradigan joylarni ko'rgani borganimda. Xususan birgalikda u yerga biz boradigan joylarni ko'rgani borganimda, ya'ni doimo seni eslayapman deyapti. Atamanna an tursilali ba'da suwari min hayatikal jadida. Menga yangi oxiridan kechgan bo'ladi. Yangi hayotingdan ba'zi suratlarni yoki bir nechta suratlarni menga yuborishingni atamanna so'rayman yoki istayman, xohlayman desa ham bo'ladi, so'rayman desa ham bo'ladi. Ya'ni bu narigini ham bunga qo'shishimiz kerak ekan. Ya'ni yangi hayotingdan ba'zi suratlarni va yoki umuman oxiridan kelsak ham bo'lardi ekan, qiyinlanmaslik uchun. Unda umuman oxiridan kelsak, g'ariblikdagi, ya'ni musofirchilikdagi boshingdan o'tkazayotgan narsalar haqidagi xabarlar, tajarib boshdan o'tkazayotgan narsalar, g'ariblikdagi, ya'ni musofirchilikdagi boshingdan o'tkazayotgan narsalar haqidagi xabarlar va yangi hayotingdan ba'zi yoki bir nechta suratlarni menga yuborishingni so'rayman deyapti. Atatalla'u ilal yawmi allazi naltaqi fihi min jadidin va natasharaku kullama fatana deyapti. Va natasharaku desa bitta qolamiz ekan. Yangidan yoki umuman oxiridan kelsak ham bo'ladi. Kullama fatana degani biz o'tkazgan har bir narsani baham ko'radigan va yangidan unda uchrashadigan kunni intizorlik bilan kutaman deyapti. Ihris ala nafsik. O'zingni ehtiyot qil degan. Ihris ala nafsik. O'zingni ehtiyot qil. Va la tansa anna ladayka sadiqan yantaziruka daiman bikulli mahabbatin. O'zingni ehtiyot qil va barcha muhabbat bilan doimo seni kutadigan do'sting borligini unutma deyapti. Lada bu yerda bor ma'nosiga kelyapti. Barcha muhabbat bilan doimo seni kutadigan do'sting borligini